Bemorimiz parapraksit bilan, bemorimiz gemoroy deb o'ylab, aptekachidan maslahat olgan ekanlar. Aptekachi nima qilgan? Gemoroyga svechalarni yozib bergan. Parapraktit bu gnoyniy jarayon bo'ladi. Bir hafta davomida munchagina yiring, mana shuncha bo'lib hozir bitta dumbani to'liq egallagan. Shuning uchun iltimos sizlardan hayotlaringizni, sog'liqlaringizni xavfga qo'ymanglar. Shunchaki shifokorga borib ko'rininglar, lecheniya qilish kerak bo'lsa yozib beradi. Agar mana bunaqa infeksion jarayonida yiringlagan bo'lsa, undan ko'ra tushuntiriladi. Nima kerak? O'zingizni hayotingizni xavfga qo'yib, aptekadan dorilarni olib, tuzalmasdan battar qiyin ahvolga tushib kelib. Mana hozirgi bemorimiz ham o'sha yiring tarqab ketib qolgan. Juda endi Xudo xolasa yaxshi bo'ladi-yu, baribir yiringni tozalash kerak. Bir hafta kechga qolindi. Parapraktit qancha vaqtli qilinsa, shuncha yaxshi. Mana yiringli jarayon, mana shuncha joyga yiring tarqab ketib qolgan, shishib ketgan mana. Bu juda ham yomon holat. Qanday og'rimadimi? Nima ukol oldi? Ha? Antibiotik bo'lgan ekan. O'sha antibiotik bo'lganda, shuncha shunaqa. Antibiotik qotirgan mana. Yumshoqmidi? O'sha yumshoq bo'lganda yaxshi edi. Hozir yomon. Qiyin. Qotgandan keyin. Operatsiyamizni tugatib oldik. Yaxshi emas odam sog'lig'ini bunaqa qilib yurish. Chunki yarim litrga yaqin yiring chiqdi desak ham bo'ladi bemalol. Endi hozir ahvoli yaxshi, xudo xohlasa, lekin baribir bundan ham yaxshiroq bo'lishi mumkin edi, sal oldinroq kelganda yoki vaqtliroq kelganda. Shuning uchun hech qachon kutib yurmanglar. Kechiktirish kerak emas. Har qanday kasallikni.